Omaq savaqdaşlar, bugungi hikoyamiz qo'l ostingdagilarga ko'yinishni bil. Bar ekanu yo'q ekan, ach ekanu to'q ekan. Zamonlarning zamonasida bir boy o'tgan ekan. Uning yeydigan, ichidig'ini to'liq mol varonlari yetib oshqudek bo'lsa-mu, lekin intayin ochko'z va piqsiq ekan. Uning el yurt ichida piqsiq boy deb nomi bor ekan. U boshqalardan ilishni biladigan, berishni bo'lsa faqat o'rganmagan ekan. Bay har qanday mehmondorchilik, to'y-tukun, o'lim yetimlarga boshqalar taklif qilsa-mu, mo'ridan chiqqan tutunga qarab izdashtirib keladigan. O'zi yeb ichgandan sirt xon ochilariga nasiba olg'ach ketay deb dasturxondan qo'liga chiqqanini ilib mangdigan. Bayning bir aqlliq va samimiy mali bo'lib, bay bilan hamma yerga billa boradigan. Yo'l bo'yi bay toza hashamatlik to'qilgan xachirga minib mangsa, malay kaynidan herib ichib piyoda yuguradigan. Elingan nasibalarni ko'tarib piyoda qaytadigan. Bay qachirning osh to'qliqini doim surishta qilib turadigan-u, biroq malayning osh to'qliqi bilan qari bo'lmaydigan. Bu ishdan malayning bek qo'risqi ko'pibdi. Bir kuni bay bir yerga mehmondorchilikqa beribdi. Sohibxon yo'g'anchinida usti sapsiriq qaymoq bog'lagan qatiq ekilib bayning oldiga qo'yibdi. Bay qatiqni bir yonga qo'yib, boshqa narsalardan to'yg'icha yebdi va qaytadigan chaqda bu qatiqni xon ochilariga nasiba qilib olg'ach ketay deb malayga ko'targizib, o'zi qachir bilan oldida ma'abdi. Qo'risqi ichib, beshi qiyib, uchaylar tortishib, ko'zlariga qorong'ulik tiqilgan malay yo'lda ketib o'tib bayga o'chmanlik tutibdi va uni bir aplab adibini beray deb xeyli orqada yiroqlab qopdi. Bay aralab yetishib mong deb to'lab qo'yibdi. Malay araliqni uzartib, qachidagi qatiqni ishtiha bilan ichib bo'pti va intayin huzurlanibdi. Putqulga xeyli jon kiribdi. Malay bayga yetishib olguncha yuguribdi. Yaqin kelganda voyjon deb qo'lidagi qachini to'plang yerga uribdi. Ustiga o'zini tashlabdi. Bay qachirdan tushmay turib, malayga qarab g'azab bilan "Yiqildingmi?" deb so'rabdi. Malay "Qo'polmayapman" debdi. Bay "Qatiq to'kildimi?" deb so'rabdi. Malay "Qochini topolmayapman" deb javob beribdi. Bay g'azabdan yerilib ketgudek bo'lib, qachirdan sakrab tushib, qamchisini ko'tarib malayni qo'qlabdi. Malay yo'l bo'yidagi o'stangni bo'ylab qochibdi. Bay aldirashchilikda o'stanga tushib ketib, tez oqayotgan ulug' suvga g'arq bo'libdi. Malay ana shunday aql ishlatib, zalim baydan o'chini olibdi va jabr zulmdan qutulibdi. Hikmat. Hayotdagi turli sabablar tufaylidan kishilarda yollash va yollanish, biqinish va biqindirishdek holatlar mavjud bo'lgan. Sen bir mezgil yollag'uchi bo'lsang, bir mezgil yollang'uchi bo'lib qolishing mumkin. Buni faqat o'zing bilgaysan. Qo'l ostingdagilarga siyliq muomala bo'lib, ularning holidan xabar olib tursang, ulardan sen rahmat hashqal loyiqdi. Mubodo ularning dilini ranjitmasang, halokat puruqi beshingda agibda turadi. Chunki ota-bobolar to'g'ri aytgan, el qarg'ishi o'q.